Alaykum salom aga. Alloh rozi bo'lsin. Bemorlarga qo'lini tekkizib, ularni silab davolash bilan tanilgan qo'qonlik tabib Iqbol Soliyev Ozarbayjondagi klinikada qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Boku shahridagi xususiy klinikalardan birida Soliyev qabul o'tkazishi kerak bo'lgan. Tabibning qabuli haqidagi xabarlar tarqalgach, klinika oldida uning yoniga kirish istagida bo'lgan ko'plab odamlar to'plangan. Natijada katta navbat va tartibsizlik yuzaga kelgan. Mamlakat Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ommaviy to'planish va taklif etilayotgan xizmatlar xususiyati huquq-tartibot idoralarining e'tiborini tortgan. Shundan so'ng holatga oydinlik kiritish maqsadida Iqbol Soliyev ushlangan. Qo'qonlik tabibning faoliyati O'zbekistonda ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tiborida bo'lib keladi. U litsenziyasiz xizmat ko'rsatish bilan bog'liq holatlar yuzasidan bir necha bor ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, o'tgan yil dekabrda 10 sutka ma'muriy qamoq jazosini ham olgandi.